Ki ben Dehqonoboddagi haqiqiy mehnatkash ekanligini, yana ham borki intilayotganligini va bizga bir qator juda ham katta imkoniyatlar berdilar. Mana xuddi shunday mana Beshqo'tonga ham o'sha istalba deymiz, yoki transformator deymiz, simyog'och transformator deymiz, yoki bo'lmasa o'sha avvaldan qolib ketgan chala yo'llarimizdan tosh yo'l qilish deymiz. Beshqo'tonni o'zini eskidan mana bug'doyda, no'xatda, bodomda ko'nikmasi bor, chorvada ko'nikmasi bor. Bilimli odam ko'p bergan. Men aytayapman, imkoniyat yetarlicha, mablag' xohlagancha, faqat maqsadli, tizimli ishlatishimiz kerak. Har oyda mahallani 7ligi mana shu 26-chi juda qattiq ishlaymiz hammamiz. Men o'zim ham kelaman bu hisobotga. Xo'sh, mana ayrim xonadonlarga bodomlarni shunaqa ekkan, yomg'ir suvlaridan foydalanib daromad olyapti. Nima uchun? Mana oqsoqolni uyga suv sharoitida bodom yetishtiryapti-yu, bularni uyida bodom yetishtirmaydi. Buning uchun albatta rais bosh-qosh bo'lishimiz. Sotib olamiz, bozorni ko'paytiramiz, bozorga olib chiqamiz, bozordan joy beramiz. Soliqchilarimiz yordam qiladi, hech qanaqa masala yo'q. Faqat biza bitta narsa bo'lmaydi degan fikrdan mutlaqo yiroq bo'lishimiz. Davlatimiz prezidenti olib borayotgan ishlariga Alloh taolo kuch-quvvat ato etsin. Albatta Dehqonobod tumanida siz boshchiligingizda rahbarlarning hammasiga davlat ishiga bajarishda Alloh taolo kuch-quvvat ato etsin. So'ragan edik, qor yomg'irni berdi. Zamonamiz tinchlikda, omonlikda o'z panohida saqlasin, hamma sog' salomat bo'lsin. Allohu akbar.